Sizga nafaqat shinavanda yigit, balki jonli qo'shiqlar ham hamrohlik qiladi. Bizning omadli mijozlarimizdan yo'l haqqi ham, ana boringki, ovoz haqqi ham olinmaydi. Bunaqasini hozir konsertlardan ham topishingiz qiyin. Hammaga assalomu alaykum. Mustafa Aviya kassasiga xush kelibsiz. Bizning manzilimiz Moskva shahri, metro okrujnaya, 10-liniya, 1-выход. Bizning ish tartibimiz ertalabki soat 9 dan kechki vaqt 21:00 gacha. Kechki vaqt 21:00 dan ertalabki soat 9 gacha esa onlayn tarzda ishlaymiz. Metro. Multiradar. Alo. Ya hozir 20 minutda boraman. Xo'p. Yo'lga chiqdim. Toshkentga o'zi marshrutklar ham bo'ladi. Shu yigitga rosa omad kuladi-da. Nuqul chiroyli qizlarga yo'liqadi. Ha, darvoqe, bu safar yigitga omad kulib, keyin kulishdan to'xtamay qo'ydi. Chunki yo'lovchi qiz shunaqa bir jilmaydiki, mikrofon ham qizarib ketdi. O'sha qo'ysam maylimi? Hammaga. Hayotimga yangi sahifa ochib kirib kelding, sevgidan ko'ngli to'lgan yigitning ko'nglin olding. Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim, yolg'on ekan avvalgisi, buni afsus kech bildim. Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim, yolg'on ekan avvalgisi, buni afsus kech bildim. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Dildagi dardimga davosan, chin muhabbatga arziysan. O'tmishimni unutdim, asta ko'nglimga malhamsan. Yoqdimi qo'shiq? O'zi aytdingiz aka? Ha, o'zim siz uchun aytdim-da, zeriktirmaslik uchun. Rahmat. Ovozingiz zo'r ekan. Qo'shiqchimisiz? Yo'q, taksistman. Taksist qo'shiqchiman, deymi? Yoqdimi? Ha, zo'r aytdingiz. Rahmat. Qo'shiqchi bo'lmaysizmi? Ha, yo'q, taksist bo'lib turore. Ham men qo'shiqchi bo'lsam, sizlar kim tashiydi? Televizor ko'rasizmi? Ha? Ko'rmaysizmi? Xullas, Yoshlar kanalida Yoshlar taksi degan loyihamiz bor, shunga tushib qoldingiz-da. Voy, zo'r. Yoshlar taksi loyihasida shunaqa mijozlar chiqsa, taksi xizmat ko'rsatamiz. Xursand qilib, sekretning kameramiz bor. Shunday qilib manzilga yetkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayat Regency'ga. Bo'ldi. Yo'lni bilmayman, faqat ko'rsatib berasiz. Iya, yo'l bilmasangiz nima qilib taksi bo'lib yuribsiz? Hamma bilib chiqqanmi? Endi siz taksistmisiz? Bilishingiz kerak. Yangiman-da. Bor. Xo'p, mayli, to'g'riga. Xo'p. Lekin ko'zingiz ko'rmasdi. Mustafa Aviya kassasiga xush kelibsiz. Bizning manzilimiz Moskva shahri, metro okrujnaya, 10-liniya, 1-выход. Bizning ish tartibimiz ertalabki soat 9 dan kechki vaqt 21:00 gacha. Kechki vaqt 21:00 dan ertalabki soat 9 gacha esa onlayn tarzda ishlaymiz. Ko'zingiz oxunikidek desam, burgutnikidek ekan-ku. Taksistlarga shunaqa savol berishadimi? Ataydan. Yo'q, hozir men gapirmayman ekan. Ha, yo'q. Hali tushunmaysiz. Sen beyo'xshab ashula aytadigan taksistmi deysiz? Ha, yo'q. Yo'lovchilarga? Unaqa emas. Men taksistman. Aha, men teleboshlovchiman, jurnalistman. O'xshashlikni qarang. Taksist bilan jurnalist o'xshashmi? O'xshatamiz dedi. Qani o'xshatingchi? Havo juda isib ketdi. Juda. Yozib
Minus yo'q a? Plus Minus qarang bizlar ko'rib shekillaysiz. gaplari shunaqa ekanda. Hop, Shular. qo'shib berasizmi menga? Yo'q a, qo'shib qo'yib ber. Yaxshi bo'ladi. Kayfiyat. Qo'shiq aytishni bilmayman. Bilmaysizmi? Bu yigitgacha GMdan magnitofonsiz mashina chiqqan bo'lsa kerak. Keyin o'zi magnitofon bo'lib ketgan. Yaxshimi? Atirguldan farqingiz yo'q. Hop. Husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, uzr go'zal. Sizga men yor bo'lolmayman. Yoqmadi. Atirguldan farqingiz yo'q. Husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, uzr go'zal. Ya o'zi hech kim yor bo'lmayapti. Sizga men yor bo'lolmayman. Arsiz apap biz düşmagan, yarım ko'nglimni qushlagan, yorim bor sizga o'xshagan, sizga men yor bo'lolmayman. Yorim bor sizga o'xshagan, Bo'pti, baqirmang. sizga men yor bo'lolmayman. Atirguldan farqingiz yo'q, husningizga to'yolmayman. Uzr go'zal, uzr go'zal, sizga men yor bo'lolmayman. Lekin zo'r qo'shadi bu. Juda yaxshi ko'raman. Lekin menga mazmuni yoqmadi boru. Ya mazmuni sizga aytmadim buni. Umuman, a? Ha, umuman bu. Ha, Yaxshi ko'rib aytaman. Yaxshi ko'rib aytdingiz, menga Yaxshi talab ko'rib joyi yo'q. aytaman. Men oddiy taksiman menga 2 man qarardi. Bu narsa bo'lishi mumkin. Qarab qolsa nima bo'ladi? Endi qarasa yana boshqatdan qaraman. Boshqa shuni aytaman qarasang. Shunaqa. Ha, yaxshi. Qachondan beri taksistlik qilasiz? Endi bir hafta bo'ldi. Ha. Endi boshladim, ana shu yo'llarni o'rganyapman endi. Yaxshi. Faqat Andijon ichidan chiqmagan odamman-da men. Andijon bizda. Ha. Sevamdan bilyaptimi? Bilyapti. Albatta. Bilyapti. Andijonchasi. Andijonlikman-da. Yaxshi-da, yaxshi-da. Andijonliklar kiydiradi andijonchasiga deysizda. Andijonda nima gaplar? Menga Toshkent yoqyaptimi? Yo'q, Yoqmadimi? ketaman qishlog'imga. Bu bolani Toshkent emas, sizga o'xshagan qizlar kuydirdi. Hozir o'zi issiqda shunaqa qilib turgan edim. Kayfiyatni ko'tardi, rahmat shuning uchun. Endi javunchalik o'xshamagan bo'lsa ham o'zi boshqacharoq bir kayfiyat ko'taradigan ekan. Yor bo'la olmayman. Lekin qoyil. Tanib qolibsiz ekanda. Yo'q, o'tirib anaqa qilgandan keyin yuziga kim qarab men taksiman deganingizdan keyin shu bilan qarashingizdan tanib qoldim-da. Endi sirni ochmoqchiman. Ochinchi. Yoshlar telekanalida yoshlar taksi degan loyiha bor. Shu loyihaga tushib qoldik-da. Men yoshlarda ishlaganman. O'zi yoshlar meni Ana, qadrdon jamoam, bu qadrdon. bejiz emas bu. Menimcha. Bu samoviy belgi. Tanishganimdan xursandman. Juda ham xursand bo'ldim. Sizga o'xshagan yo'lovchilar borligidan. O'ylamoqdim, kutmoqdim. Necha yildan beri endi men taksiga o'tirishim tushib qoldim. Chunki o'zim ruldaman. Endi mana bugun Moshinangiz qani? O'sha Bo'lkada. qoldirib Ha, yaxshi. 1 soat, 2 soatda tayyor bo'ladi degan yoshlar bilan chiqdim o'zim. Borib bitkazib turing.